Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz hamda fermer dehqon akalarimiz. Bugun videomizda biz sizlarga juda ajoyib kartrej ko'rsatamiz. Obzorini. Hali bunaqasi O'zbekistonda bo'lmagan. Videoni kuzatishda davom eting. Mana bu vakuum drobilkalarni 380 voltda ishlaydiganlarni motorni qancha yem chiqarishi, narxlari, hamma narsani ikir-chikirigacha obzor qilib o'tamiz. Hozir bunaqa assortiment faqat mana shu yoqda, skladda birinchi qo'ldan olib, shunday men sizlarga obzorni ko'rsatib o'taman. Narxlari, ular qanaqa ishlatish, hamma narsasini video davomida ko'rsatib o'taman. Mana hozir mana bu yoqda bug'doy donni tayyorlab qo'yganmiz va undan tashqari makkajo'xori donlarini ham tayyorlab qo'yganmiz. Hozir videoni kuzatishga davom eting. Video davomida biz mana shu donlarni mana bu vakuum drobilkalarimiz qanaqa o'tkazishni sizlarga tushuntirib o'taman. Birinchi navbatda mana 220 voltda ishlaydigan vakuum drobilkamiz juda zo'r, chugundan ishlangan, chiqarishlari, siklonlari juda ajoyib ishlangan. Vakuum drobilkamiz soatiga 250 kilogacha don mahsulotlar qayta ishlaydi. O'zini ichida mana bunaqa 5 xil setkasi chiqadi mana. Mana shunga o'xshagan. Mana bunda mana bularda donimizni ham un qilib chiqarishimiz mumkin. Ham yarmi holatda jo'ja deysizmi yoki da mayda mol deysizmi, yemni pishirib anaqa qilish uchun juda zo'r qurilma. Motor qismiga keladigan bo'lsak, motor qismimiz bular 220 voltda ishlaydi. 100% misab motka bo'ladi. Ustida mana bunaqa datchigi bo'ladi. Necha voltni ko'rsatadi. Bular rement orqali ulangan bo'ladi. Buni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda birkasi yozilgan. 2026-yil 5-oy. Demak, bu bizda bahor eng oxirgi oyga to'g'ri keladi. Endi Xitoydan kelgunicha 2-3 oylik vaqt o'tib qolgan. Yangi partiya juda chiroyli narxlari, juda chiroyli sifatda chiqadi. Videoni kuzatishda davom eting. Mana shu drobilkamizni ishlatishlarini ko'rsatib o'taman. Bu drobilkamizni narxga keladigan bo'lsak, bu drobilkamizni 3.800.000 so'm evaziga O'zbekiston ixtiyoriy nuqtasidan xarid qilishingiz mumkin. Bizda dastavkalar mutlaqo tekin. Keyingi 220 da ishlaydigan drobilkamiz mana vakuum drobilka bu ham. Undan farqi nima deydigan bo'lsak, bu chugun varianti, bu qattiqroq, nima deydi, temirdan ishlangan varianti. Bu ham xuddi shunga o'xshaydi. 250 kilogacha don mahsulotini o'qib chiqarib berish mumkin. Endi buni ham motor qismiga keladigan bo'lsak, motor qismi ham xuddi shunaqa 4 kilovat 100% misab motkali bo'ladi. Ustida o'zining datchiklari bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa rementda ulangan bo'ladi. Bunimizning ham ichida 5 xil setkasi mavjud. 5 xil setkasida ixtiyoriy donni ixtiyoriy shaklda chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 3.200.000 so'm evaziga O'zbekistonni ixtiyoriy nuqtasidan bilan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi obzorimiz davomida davom etadigan bo'lsak, bu yoqda hozir 380 voltda ishlaydigan vakuum drobilkalarimiz. Bularni qaraydigan bo'lsak, bular ham xuddi chugundan ishlangan bo'ladi. Bularimizni ham mana bu yoqda ko'rib turibmiz, sikloni где-то mani bo'yimdan baland. Mani bo'yim 1.70 dan oshiq bo'lsa, где-то 180, 190. Hozir mana bu etmoqchi bo'lgani mana bu yoqga ochib turib, mana siklon qismini yana turba qo'yib turib 2-3 metrgacha ko'tarsak bo'ladi. Agarda misol uchun o'g'ilxonamiz yoki yemxonamiz tepada bo'ladigan bo'lsa, tepaga chiqarishimiz mumkin. Hozir endi motor qismiga keladigan bo'lsak, motor qismimiz 11 kilovat bo'ladi, 100% misab motka 380 voltda ishlaydi. Endi setka qismiga keladigan bo'lsak, setkalar mana bunaqa shaklda bo'ladi. O'zining ichida 5 xil setkasi chiqadi, mana bunaqa barabanga o'rnatiladi. Barabanimizda misol uchun bundan chiqargan mahsulotni ixtiyoriy razmerda un qilib chiqarishimiz mumkin. Bemalol makka bo'ladimi, don bo'ladimi, un shakldan yarma shaklgacha o'zini mana bu shunday donga tiqib qo'yamizda, o'zi vakuum so'rib tortib oladi. Endi ichki qismini ko'rsataman. Ichki qismi mana bunaqa, ya'ni o'zini ana baraban qismi mana bu qotiriladi chetki qismiga. Don mana bu yoqdan kiradi, mana bu maydalab setkadan o'tkazib beradi. Bunimiz demak 22 bu 11 kilovatli motorli versiyamiz soatiga 1 tonna-yu 400 kilogacha don mahsulotlarini yem qilib chiqarib beradi. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, 11 kilovatlisini 1200 dollar evaziga xarid qilishingiz mumkin. Dastavka qismini esa kelishilgan holatda qilib beramiz. Keyingi obzorimizda, keyingi qismida ko'radigan drobilkamiz bu 22 kilovatli bo'ladi. 22 kilovat 100% misab motkali bo'ladi. Bunimizda ham xuddi shunaqa baraban qismlari mana. Barabanlar sal kattaroq bo'ladi unikidan. Setkalari ham bunda 5 xil setkasi chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari o'zining ichida zavodskoy qolipli anaqalari ham chiqadi. Mana bu setkasi, mana barabani zavodskoy chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bunimizni obyomiga keladigan bo'lsak, soatiga 2,5 tonnagacha don mahsulotlarini un shakldan yarma shaklga keltirib berib bo'ladi. Keyingi ko'radiganimiz bu 15 kilovatli bo'ladi. 15 kilovatli bu ham 380 da ishlaydi. Buni ichida lekin bitta barabani bor, 2 xil setka bo'ladi. Bitta baraban va o'zini ichida zavodskoy qoliplisi bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin mana.
Bunisini obyomiga keladigan bo'lsak, obyomi soatiga 2 tonnagacha don mahsulotlarini qayta ishlashga qodir. Bunimizni narxi 1600 dollar. Dastavka qismi kelishilgan holatda bo'ladi. Demak, agarda video siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga a'zo bo'lib qo'ying va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Demak, hozir obzorimizni qo'ldan kelguncha qilib berdik. Endi videoni kuzatishda davom eting. Biz hozir video davomida bitta 380 voltli vakuum drabilkamizni va bitta 220 voltda ishlaydigan drabilkamizni ishlashlari, don o'tkazish jarayonlarini barchasini ko'rsatib o'tamiz. Navbatdagimizda hozir 220 voltda ishlaydigan chugun vakuum drabilkamizni ishlatib ko'rsataman. Ketdik. Bismillah. Ketdi, mana buni ochib olamiz. Ko'rishini qarang, qanaqa ko'ryapsiz donni. Ko'rishini qarang. Endi mana bu yoqda don chiqaryapti. Qarang, don chiqarishini. Yarmaq chiqarib beryapti. Bemalol. Soatiga 200-250 kilo chiqaradi. O'zining ichida 5 xil setkasi bor mana. Makajo'xorni o'tkazishga. Hozir don mahsulotini ham bug'doyni o'tkazib ko'rsatamiz. Donni o'tkazamiz endi. Hozir mahsulotni to'xtatib turamiz. Qilamiz. Endi mabdan bug'doy sog'lamizda bug'doyni o'tkazib ko'ramiz. Qanaqa chiqarar ekan bug'doyni. Mana hozir natijani ko'ramiz mana. Qanaqa chiqardi. Natijasiga qarang. Makajo'xorni ham un chiqarib berdi. Agarda so'chim buni katta yoki kichkina deydigan bo'lsak, mana bu yoqda o'zining ichida yana setkalari bor. Bundan kichkina setkasini yoki kattaroq setkasini qo'yib, yarma yoki bundan ham kichkina qilib o'tkazishimiz mumkin. Soatiga 200-250 kilogacha makajo'xor mahsulotlarini bemalol chiqarib beradi. Buni olib turib, nima deydi? Unga biznes qilsa ham bo'ladi. Soatiga где-то 4-5 qop don chiqarish mumkin. Xuddi shunaqa qilib ishlab buni nima deydi? 10 qilib sotishimiz mumkin bo'ladi. Bemalol hozir video davomida mana bu endi bug'doyni o'tkazib ko'rsatamiz. Ketdik. Qanaqa chiqarar ekan bug'doyni? Un qilib berish kerak hozir. Wow. Mana bug'doyni so'oldi. Ketdik endi. Bug'doyni tekshirib ko'ramiz. Qo'yamiz. Ketdi. Sortini qaraymiz, sortini. Qanaqa tortyapti. Rahmat. Endi mana bug'doy. Qarshini buni. Qarshini qarang. Endi to'xtataman. Mana chiqarishlari dahshat. Bunaqasi olib bo'lmasa kerak boshqa. Mana chiqargan donni qarang, donlariga qarang. O'sha setkasini almashtirib, razmerini yana o'zingizga moslab to'g'rilab olaverasiz. Videoni kuzatishda davom eting. Endi 380 voltli 11 kilovatli mana bu vakuum drabilkamizni qanaqa ishlashini video davomida obzorini ko'rsatib o'taman. 380 voltda ishlaydigan 11 kilovatli vakuum drabilkamizni obzoriga, ya'ni qanaqa ishlatib don mahsulotini qanaqa chiqarishini ko'rib o'tamiz. Hozir topuvligimiz bo'ldi, ketdi. Bismillah. Mana drabilka. Qanaqa ko'rishlarini. Ketdi. Tortishini qarang, tortishini. Mana chiqarib o'tgan mahsulotlari. Va drabilkamizni
Drabilkamiz 1 soat mobaynida 1 tonna 400 kilogacha mana shunaqa bug'doy, makkajo'xori, dog' mahsulotlarini un shaklidan yarim holatigacha keltirib berish mumkin. Xohishingizga qarab setkasini almashtirib olaverasiz. Demak, bu drabilkamizni narxini demak $1200 evaziga xarid qilishingiz mumkin. Dastavkalari O'zbekiston bilan kelishilgan holatda qilib beriladi. Agarda video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga a'zo bo'lib qo'ying, like, podpiska tugmasini bosishni unutmang.